Kelinposhshalar, xolajningiz bir burchagida achib qolgan qatiq bilan qaymoqni endi ishlatib olamiz. Hammamiz uyimizda topiladigan 4 dona masalliqdan eng mazali shirinlik tayyorlaymiz. Ishimizni un bilan margarinni qo'shib qo'limizda urvoq holatiga keltirib olishdan boshlaymiz. Bizning uyda 50 gram qaymoq bilan 150 gram qatiq achib qolgan ekan. Ikkalasini qo'shib yaxshilab aralashtirib, uni ham qo'shib oldim. Ketidan bitta tuxumimizdan oqini sarig'idan ajratib, sarig'ini xamirga sovoramiz. Uyimizdagi bor razlixitel yoki iste'mol sodasidan bir qoshiq sovoramiz. Qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qilib olamiz va 20 minutga xolajnikka tindirishga yuboramiz. Tingan xamirlarimizni to'rtburchak shaklda yupqa qilib yoyib olamiz. Xamirimizni yoyib olganimizdan keyin tuxum oqimizni yaxshilab surib chiqamiz. Hamma joyiga shakar sepib, uyimizdagi bor quritilgan mevalardan solamiz. Men yong'og'im bor edi, yong'oq sepib bordim. Xamirimizni dumaloq shaklda aylantirib o'rab chiqamiz va videoda ko'rsatilgandek ustini sekingina bosib qo'yib, pichoqda shakl berib kesib olamiz. Kesib olgan xamirlarimizni listga terib olib, yaxshilab tuxum sarig'ini surib olamiz va xohishga ko'ra ustini bezatamiz. Men yong'oqdan foydalandim va 180 gradusda qizib turgan duxovkaga yuboramiz. Uydagi bor 4 ta masalliqdan ham, qatiqdan ham shunaqa pisochni shirinlik tayyorlasa bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa menga like bosib qo'ying, buni yo'qdan bor qiladigan kelinlarga ham jo'natib qo'ying.